Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan metal keramika, sadaf ya'ni sirkon va oddiy sariq titan koronkalar haqida gaplashamiz. 2026-yil yoz oyidagi bugungi butishlarni narx-navosi haqida gaplashamiz. Metal keramika, ko'rsanglar bo'ladi, ichi metaldan bo'ladi, ustida sadaf toshdan bo'ladi. Butishlarimizni hozirgi kundagi narxi 400 ming so'mdan 700 ming, 800 ming so'mgacha qo'yiladi. Bu ham yaxshi bo'ladi, estetikasi chiroyli bo'ladi. Faqat sadafga, ya'ni sirkonga nisbatan ozgina estetikasi pastroq bo'ladi. Tabiiy tishga 60-70% yaqin bo'ladi. Hop, keyingi tishimiz bu sadaf tish. Hozir kecha kunduzda bu narx-navosi 1 million so'mdan 1,5 million so'm, 2 million so'mgacha qo'yiladi. Bu tish afzalliklari o'zingiz tabiiy tishingizga 80%, 95% yaqin bo'ladi. Ichi sof toshdan bo'ladi. Ustlaridagi do'mboqchalari ham chiroyli bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunisi ham bu old tishga qo'yilgan. Kasalimizdan yechib olganmiz. Bu sadafi metal keramikaga nisbatan ozgina baquvvatroq bo'ladi. Xizmat qilish muddati sal uzoqroq bo'ladi. Buni xizmat qilish muddati 10 yil, 15 yil bo'lsa, buniki 20 yilgacha xizmat qiladi. Hop, endi titan tishimiz keladigan bo'lsak, bu eskidan bor tish. Hamma ota-bobolarimiz qo'yishgan tish. Bu tishni afzalliklari narxi arzon bo'ladi, tishingiz nervi olinmaydi. Tez muddatda tayyor bo'ladi, lekin buni minuslari tez teshiladi, hidlanadi, milk travma qilishi mumkin bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu sadaf oddiy tish. Bunga narx-navolar shunaqa.